Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? 6-oktyabr 2025-yil. Kanalda bo'yi rosa zo'r joy bor ekan mana. Birinchi bo'limga ketishda rosa yaxshi joy ekan. Ayam bilan keldik baliqxo'rlikka. Bu bolalarni kattaligini ko'ra. Ko'ra. Voy, baliq qani. Kattaligini ko'ra. Hammasi. Ha, Avaz akamga. Qalaysiz? Deb qo'ying. Avaz akamga video olyapti. Ha, yaxshi bo'l. Omadini bersin. Yo'llari ochiq bo'lib, pullarni olsin. Alloh qo'llar. Baliqni konteynerda saqlayapti-da. Ko'ra, kattaligini ko'ra. Bu laqa baliq bu. Yo'q, kattaligini ko'ra, kattalik. O'nolar oq baliq shekilli. Yo'q, kattaligini ko'ra, kattalik. Yo'q, kattaligini ko'ra. O o'lib qolmabdimi ish qilib? O'lib qolibdi-da, ifloslanib qolibdi suv. O teskari yotganlar o'lib qolgan. Ayam bilan baliq qo'lib ketamiz. Bo'pti, yaxshi yuringlar hammanglar, sog'-omon bo'linglar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, yaxshi yuraveringlar. Nimaga mana qilib Habibni ko'p qo'yishibdi. Kanal ota debdi, yaxshi joy ekan-da. Birinchi bo'limda yo'l ekanda, yaxshi joy ekan. Kanal ota, qovurilgan baliq.